Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari. Mana bugun sana 25-yanvar. Xudo xolasa mana qordan oldin ekilgan kartoshkalarimizni holatini ko'rgani kelyapmiz. Ancha yerga ekildi. Bir 10 gektar yerga. Ustidan qor yog'ib qo'ydi. Yaxshilarni ham olib ketishga vaqt bo'lmadi. Xudo xolasa qanaqa holatda turibdi, qanaqa holat qanaqa, nima bo'lyapti, o'shani bilgani qorni ichida piyoda kirib kelyapman. Xudo xolasa mana sizlar bilan ko'ramiz. Plonkasi bor. Bismillah. Yer tagi inshaalloh muzlamabdi. Mana turpoq. Issiq. Solgan go'nglarimiz ham chiqayapti. Ancha go'ngli foydasi ham shatda. Ancha qizdirgan. Yer yaxshi, muzlamagan. Xudo xolasa kartoshka mana ko'rib turibsizlar, ancha ichkarida. Mana. Tagida turibdi. Deyarli yer muzlamagan, kartoshkani holati ham ideal. Xudo xolasa mana shu sovuqlar o'tib olsa, keyin yana bir video qo'yamiz holat haqida. Qo'lim ham rasvo bo'ldi, muzlab ham qoldi. Sog' bo'lasizlar. Dehqon bola kanalini kuzatishda davom eting. Xudo xolasa mana shunaqa chiroyli kontentlarni qo'yishga harakat qilamiz. Xo'p. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.